Professor Ramatov, nevropatolog, ya'ni asab kasalliklari shifokori. Asablaringiz joyida emasmi? Unda Ramatovga uchrang. Ogohlantiramiz, shifokorimizning o'zini ham asablari joyida emas. Professor Rustamovich, bosh shifokorimiz, stomatolog, ya'ni tish shifokori. U tish sug'urish bo'yicha jahon chempioni. Uning sevimli uslublari dast sug'urish, siltab sug'urish va ombir bilan sug'urish. Professor Ahmedov, travmatolog, ya'ni bosh, oyoq, qo'l jarohatlarini davolovchi shifokor. Uning asosiy krupniy klientlari jag'i singanlar, ko'zi ko'karganlar. Bir so'z bilan aytganda, Xorazm san'atkorlari. Professor Ismoilov, ginekolog, ya'ni ginekolog. Uning sevimli qo'shig'i omon yor o'ynasang-chi omon yor, ochilib o'ynasang-chi omon yor. Ochilib o'ynasang-chi omon yor. Hurmatli hamkasblar, hurmatli shifokorlar, bugun bizlar uchun unutilmas kun. Chunki bugun klinikamizni tashkil topganlar ropparosa 5 daqiqa bo'ldi. Albatta hazil 5 emas, 15 daqiqa bo'ldi. O'sana. Bir odam normal yursa bo'ladi-ku bu. Doktor, meni bir savolim bor edi. Nau savol. Nechun bizning ishlab turgan klinikaning oti aynan doktor G? Nechun doktor A emas? Nechun doktor Q emas? Ramatov. Oh. Bizning klinikamizda faqat G harfidan boshlanadigan odam organizmlari davolanadi. Masalan, To'g'ri savol Ismoilov. Görding masalan ham savol. Masalan göz. Masalan gövda. Gövda. Masalan goshqozon. Yoshqozon? Qadimda yoshqozon da yuritgan babalarimiz. Masalan goyoq. Gangsa, Go'yin, gel. Gel, bu sochli gelimi? Yo'q, belni geli. Ha, belli gel. Kendaning ana u. Albatta. U siz iloji yo'q Ramatov. Uni davolash bizani ham burchimiz, ham karshkabiyozimiz. Mag'rab, menga savol beringchi, meni savolimga javob ber. Xo'sh. 12-palatadagi bemora, nechun ukol urmading? Urdim. Urmading. Urdim. to'g'ri aytasiz, o'rtak qilavar. Urmagan ukol. g'ilovrashda turibdi, g'ilovrash alashtirmiz. Ha, urmabsan. Urdim. Sen ukol urmin, kasbingiz suiiste'mol qilgansan Ramatov. Men kasbimni hech qachon suiiste'mol qilmaganman. Bu bemorlarga ukol urish meni vazifam. Chunki men Gippokrat qasamini ichganman, doktor. Gippokrat qasamini ichganman, doktor. Gippokrat qasamini ichganman, doktor. Yaxshi, Ramatov ichganda ichibsiz, izindan orbitam cheynang. Boring aka. Maqarang, o'rtak shifokor. Men hozir bu majlisda bir narsani ko'ndalang qo'yacakman. Maqarang Ahmedov. Ko'ndalang qo'yasizmi? Vertikal qo'yasizmi? Gorizontal qo'yasizmi? Sal chetroq qo'ying, bishatlar turibdi. Sizni gapingiz uchun atvet. Sizni gapingiz uchun. O'rtak g'ilovrach. Oqshom muhim operatsiyalardan birisi. Ichanda bemor o'laman deb turibdi. O'rnimdan turib kelib aytib ketdi o'layotirman deb. Hava o'layotirman deb turibdi. Ha, operatsiya xonasini taxladik. Hamma narsa taxlimizda tursak, nov yo'q deng. Nov yo'q. Spirt yo'q. Spirt yo'q? Operatsiyada spirt yo'q. Spirt yo'q. Sklata bormadingizlarmi? Sklata barsak, sklat ilik, Ismoilov yo'q. Siz aytaman. Siz aytaman. Men? Yo'q. Yo'q qo'yma, xudo shukr. O'rtak Gloria biladi-ya. G'ilovrashda turdi, g'ilovrashda. Nerda deysiz? Ichanda edim, taqilatish kerak edi. Operatsiyada spirt topmadingizlarmi? Topmadik spirt. Topmadik. Keyin shatdingizlar. Shatamiz. Spirt topilmagandan keyin Ramat bilan o'ylandikdan astan piyurib qo'yaverdik. To'g'rimi? Akşam operatsiya xonasining oldidan o'tib bo'lsam, ikkinchisi sporlashib yaptı ekan bular. Nima deb? Birisi koridon buni kesib bo'ladi dedi, birisi kesib bo'lmaydi dedi. Nima problema bo'lib turibdi? O'rtak, g'ilovrach. Meni Ramat bilan bir operatsiya qo'ymang. Nechun? Bilasiz, men oliy toifali shifokorman. Men oqshom Ramatga aytdim, Ramat dedim. Meni kasb bo'ladi dedim. Ramat yo'q, meni kasb bo'lmaydi dedi. To'g'rimi? Men prostoy doktor edim. O'zingiz bilasiz, 7 yil o'qiganman. Kasb bo'lmasadi uni. Men 10 yil o'qiganman, kasb bo'lar edi uni. Kasb bo'lmasadi. Bo'lar edi. Nechun kesib bo'lmaydi? Ina qarang. Bu eldimda o'tirgan menga valent tushdi. Men uni dama bilan kessam, qo'limda bir 6 kat ketadi. 30 zamon edi. Ma qaranglar. Sen Ramatov. Men senden noroziman. Ne uchun? Sen gelgen bemorlarni qaytarib o'tiribmisan orqaga. Yo'q, ey. Akşam geldin bir bola.
Qaysi ana o peshonasi yirtiq, yuzlari shirom, qoshlari og'dan dördan bo'lib yotgan bolamı? Ava, Ava, men uni qaytarganim yo'q, ay. gelip sana ne o dedi? Plastik operatsiya dastlami dedi. Sen ne o dedin? Yo'q, brat, nalit ishlab o'tiribmiz dedi. Endi bemorlar bilan ishlash qiynağı, o'rtoq Globus. Glavrash dedi, glavrash. Eleştirmang, yana aytib turibman sizga. To'g'roq asabiylashib ketamiz, asabiylashib. Asabiyleşmenle. Klient psikda prav. Oho! Bu dünyada bize şifakorların düşmanlarımızdım köp. Nafaqat bu dunyoda o'rtoq Glavrash, argı dunyoda undan ham ko'p kerak bo'lsa. Halichalik kutib yotmish bizani. Yana oqshomgina ketgan birsi. O'zi klinikaga oddiygina angina bilan keldim deb yotibmish. Yürekimmi yarma. Angina dedim açık gitti. Ramatov. Yenamanmi? Yine sen. Ha. İştizmi akşam etkin işini? Yo'q. Bir bala gepti. Ha. Angina bolup. Aha. Yanında enesi bilen. Bu görüptüden lora çıkarıştı ondan ha. Travmatologiya çıkarıp erdi. Travmatologiyada enasini anginasi bo'lmaganmi? Ha, rastlanam. Enesine mi anginası mamaken ya? Yo'q, o'zingiz aytdingiz-ku, klientni qochirmanglar. Klient psikda prav deb qo'ysiz, to'g'rimi? Ha. Qarasam, lord doktor yo'q ekan. Shatarim bilmadim lan. Balan og'zini ochib anginasiga qarab, "Oho, jonlisin qo'yaqing" dedim lan. Travmatologiyaga chiqarib berdim shata. Klient kaçırmabdı. Lekin bana aytdi Ramatov. Doktorlarning size bir arznaması bu dedi. Ahmedov yana Albatta. yo'lda gapirmoqda aytdi. O'zim men kutib turibdim-da, hammang so'ylashib bo'lishingizdan. Ayt. O'rta Glavrash, bizani arznamamiz shundan iboratki, bizani oyliklarimizni 2 barobar qilib bermasangiz bo'lmaydi. Shaxsan meni oyligimni 2 barobar qilib berasiz. To'g'ri aytdi o'rtoq Gvardiola. Glavrash turibdi, Glavrash. Alashtirmang dedim, kusa yangam aytdim. Meni shaxsan oyligimni 2 barobar qilib bermasangiz bo'lmaydi. İki beraber. Ava? Ne için? Ne tushunding? Men oyoq doktormanmi? Qo'l doktormanmi? Odamda oyoq bilan qo'l 2 bo'ladimi? Oyligimni 2 barobar qiling. Yaxshi görüp çıkamız. Ha, seni shoxing bormi ya? Menikini ham 2 barobar aytib berasiz. Ne için? Men göz doktormanmi? Ava. Odamda göz 2 bo'ladimi? Ava. Ha, shuning uchun. Yaxshi görüp çıkamız. Bir gap O'rtoq Glavrash. İşte ben ortak ginekolog. Ginekolog. Hadi sana ayt. Bo'ladi bu. Yaxshi, lekin bir şartım var. Bu aylıkları ziklimen. Lekin aylıklarınızdan 50% 40 kalama. Shaytasiz? 40 aman. 50%. Ava. Sizin ne hakkınız var bizani shaxsiy mehnatda topgan pulimizdan 50% 40 mı? Ne hakkınız var? Neçe 50%? Shaxsan men qarshiman. Shaxsan men qarshiman. Fergan emasmedi bu? Mağa qarang, qarshi mısınız? Ava. Yaxshi. Bu safar aylıklarınızdan 40'ıp ortak Ahmetov to'yina pодарок etchek edim. O'zlari biladi. Yok, ben şahsen qarshiman. Ne için 50%? 75 zaten şunu al. Bahanada yangilikni eshitdingizlar. Ha. Kollektivimiz a'zosi Professor Ahmedovni to'yi bo'latir. Tabriklashingiz mumkin bemalol. Ahmedov, tabriklaymiz. Baxtli bo'linglar. Manlik nov xizmat. Siz için atak koygan hizmetlerim var. Xudo xolasa. Manlikdan xizmat Ahmedov. Rahmatim, size atak koygan hizmetlerim var. Duras xudo xolasan. Manlikdan xizmat Ahmedov. O'rtak Ismoilov, bemalol to'ya kelsangiz bo'ldi. Hech size hizmetim yok. Qarang. Shundan bir maslahatli ish bordi. Hava, mesela yine gününü belgiledik. To'yxonani belgiledik. Hamma narsa tayyordan xarabon to'ya. Hopi so'zlashmayapman. Hopiz San'atkor yo'q. inaku. Artist. Inaku. Hop, ishundan bitadi. Klientlar butun Sanjarab bilmiyor. Aha. O'zim ukamiz bu Imomiddin Ahmedov degan. Kim? Ya qo'shiqi bor-ku Imomiddin Ahmedovman. Nechik? Endi men ham vaqtim keldi, dori ichadon vaqtim keldi deb aytadi. Yo'q, yo'q. Yig'lab aytadi, yig'lab sirab aytadi. Hey, yig'lamaydi u odatda. Hemen yig'latadi u to'yda. Yo'q. Avva deyman, eshitmayapsizlar? Yo'q. Endi aytadi kunam. Endi men sevmeymen, kızlarda güymeymen, men sağındım gözlerini. Koysazdan gerekmiydi o hava yığılap hemen. Esas zo'rova. Kim? Jahongir Otajonov. Jahongir Otajonov? Zakoni. Вообще doğru yemedi o. Ha. Tutqanoq kasali bor, meni passiyonni klientim-ku. Yo'q, ey. İshonmaysizlarmi? Yo'q. To'yda qizib ko'rishga turgan vaqti tutqanoq tutib qoladi u bolani. Şeytanlap mı? Shaytonlab qoladi. Yo'q. ekanmiz. Ko'rmayapsizlar? Yo'q. Endi o'zim ko'rsatib beraman. Qani? Göz qani bir. Men o'zimni sevaman Menga o'zim yoqadi Endi menga baribir Kim qanaqa Yavaş, yavaş. Bakaran, keyin mesletleşelim. Keyin hal qilamiz. Asa hamma ishlashini takat o'yna. Assalomu alaykum doktor. Va alaykum assalom.
Yaxshi bo'lmaydi o'n kasal. Shu men ko'chada dursam, balla yanımda durmaydidan. Bir gap aytaman, ketib qolarlar, yana bir gap aytaman, yonina boraman, ketib qoladi, yana boraman, yana ketib yotibsiz yine. Uka, nishatsang bir yunasan. Men shu bir uyda ozgina ishatsam yunaman. Asa bugun bir jalli ishatmasang olmaydi. Yaxshi. Geling. Assalomu alaykum doktor. Assalomu alaykum bemor. Ne xizmat? Ben sochim mujarib turibdi. Sochim mujarib turibdi? Ha. Umrim beni olib bunday kasallik eshitmadim ben. Ne yedik azam bilan? Shu dongni dirmalab kattalon bilan buz yedim. Kattalon bilan buz yedim? Ava. Sen buna bir davası var. Ha. Azam bilan turasku. Ava. Yatib uxlang yaxshi ketasiz. Bundan göre 1 litr bez içib bersam mo'yim ekan. Yo'q, unda dina qizariydi axir. Geling bemor, ne gap? Geling. Assalomu alaykum, Odil Ahmedov. Aziz Ahmedov. Aziz Haydarov. Yaxshimisiz? Mayalashtirmang, men o'zimni futbolni baletchikiman-da, futbol so'zdan ishlandim boshqa so'z. Yugurgur out gol qara, qiraydan qaspatir. Mushada qadasi musha, qarang mushada qad. Oh, kechirasiz. Yaxshi uka, shatish kerak. Shatish kerak, turib ketish kerak, futbol o'ynash kerak, gol urish kerak. Bo'ldi uka, bo'ldi, yaxshi. Nerm Real Barsani ishlandim boshqa so'laman og'a. Real deysanmi? Hey, Barsa uka, Real. Hey, Barsa uka, Real. Barsa bo'ldi uka, bo'ldi. Men seni tushundim uka. Men ham sening vaqtingda Baku, futbolni Baku, o'zbek futbolini shuni yashardi, fanati bo'lman manaqa. Yo'q, sizdan futbolga qiziqamisiz? Qaysi komanda shortanami? Hadi, uka. Ga. Deyishmi? Ach. Zalok, hech gap bo'lmaydi. 5 minutdan sug'urib beraman. Necha so'm bo'ladi? 50 ming so'm. 50 ming so'm? 5 minutlik ish uchun 50 ming so'm? Uka, 5 minutlik ish uchun 50 million so'm to'lab yurgan bolla bu. Nima deyapsiz u? 5 minutdan mashina olasanmi? 50 million to'laysan? Asan akalang ko'ramiz, zingida. Qani keling bemorlar, Kelinglar. kelinglar. Qarang, men sizga gapingizni tushunmay turibman, to'g'risi. Toshkentda gaplab bilaman. Ina ish odam uchun turing. Xo'p. Assalomu alaykum. Men Toshkentdan kelgandim deya menga Toshkentcha gapira oladigan shifokor kerak edi. Assalomu alaykum. Va alaykum salom, opa biye. Siz Uzr, sestra, chaqqonmisiz? nima bo'lyapti? Bilmayman, mazam bo'lmayapti. Nima bo'lyapti? Yuragingiz bulanyaptimi? Yoki kallangiz og'rib, boshingiz og'riyaptimi? Yoki quskingiz kelyaptimi? Yoki ichingiz jo'qirdayaptimi? Nima bo'lyapti? Voy, bilmayman, men boshim og'riyapti, qornim og'riyapti, nima qilishni bilmayman. Stonmang. Stonmay ayting, chuvalashib ketdim. To'xtab turing, doktor. Hamshira, mehmon keldi, choy-poy temlab bering. Cho'llab ketdik-ku. Mayli, sizga biz yordam beramiz. Обязательно. Shikalantingizmi, opa biye? Qanaqa shikolat yeymayman men unaqa narsalarni. Mayli, yog'doyingizga qara. Bo'ldi, men ketdim, mushat bermay sizlarga. Ey! Qayoqqa borasan? Qo'lim shepik bo'lib qoldi. Endi kim kelyapti? Yuvib kelay. Mayli, agar sizni boshingiz og'riyotgan bo'lsa, Hop, bir dona shikolat shunchalikmi? Ep beraman yaxshi, bir dona shikolat. Bo'ldi. Ismoilov. Hop, doktor. Bo'ldi. agar oyog'ingiz Yo'qsi, bir dona shikolat ep beraman. Shu dokumentlarimni taxlab bersang. Ismoilov. Ha, bo'ldi, doktor, bo'ldi. Yo'qsi, ep beraman dedim. Ismoilov. Ha? Nima bo'lyapti? Hamshira shikolat olib berasiz deb yipga tashlayapti. Bu qanaqa kasalxona, boring. Elashtirmang, elashtirmang.
Albatta biz bu sahna ko'rinishini bekorga qo'yganimiz yo'q. Niyat qildik, yurtimizda bilimsiz shifokorlar umuman bo'lmasin. Xalqimizni shifokorlarga ishi tushmasin. Tushsin faqat akusherlarga. Rahmat. Sog' va salomat bo'ling.